Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Eng ko'p mukofotlarga sazovor bo'lgan kinoni bilasizmi? Dunyo bo'yicha eng ko'p sovrinlarga ega bo'lgan film bu Titanic filmidir. Ammo eng ko'p xatolikka yo'l qo'yilgan filmlar qatorida ham Titanic birinchilikni qo'ldan boy bergani yo'q. Biz teleekranlarda ushbu filmda yo'l qo'yilgan xatolarni juda ko'plab ko'rganmiz, eshitganmiz. Albatta, beayb Parvardigor deganlaridek har kim ham xatolarga yo'l qo'yadi. Bunga u darajada e'tibor berishimiz shart emas. Hurmatli kanalimiz muxlislari, biz sizlar uchun eng qiziqarli ma'lumotlar to'plab tayyorlashga harakat qilamiz. Ma'lumotlar ichida kino olamida kechirib bo'lmas xatolarga yo'l qo'yilgan mavzusidagi bir maqolaga ko'zimiz tushdi. Ushbu maqolani sizga ham taqdim etamiz. Ushbu maqolada kino olamida yo'l qo'yilgan eng katta xatolar berilgan. Dasturimizda filmlarda yo'l qo'yilgan eng katta xatolarni sizlarga ko'rsatib beramiz. Demak, kanalimizni kuzating. Kinoshinovandalar tomonidan filmlarni tomosha qilish vaqtida aniqlangan qiziqarli xatoliklarni sizlarga keltirib o'tamiz. Operator soyasi. Sumerki filmini barchamiz yoqtirib tomosha qilganmiz. Ushbu filmda mashina haydayotgan qizning oynagida operatorning soyasi ko'rinib qolgan. Bunday qiziqarli topilmalarni g'ira-shira yoki Titanic filmlarida ham ko'rishimiz mumkin. Detallar. Ba'zan bir kadrda bir joyda turgan deraza ikkinchi kadrda boshqa joyga o'tib qolishi mumkin. Ushbu holatni Sumerki filmida bosh qahramon rolini ijro etgan yigit o'tirgan joyida o'ng tarafida oynak bor edi. Keyingi uzoqlashtirilgan tasvirda esa oyna yo'q. Ehtiyot bo'ling, hozir yostiq dunyoga keladi. Qaysi filmdan lavha ekanligini bilmadim-u, lekin to'lg'oq tutayotgan ayolning qornidagi yostiq yaqqol ko'rinib turibdi. Born identifikatsiyasi filmida qahramonning Rossiyada berilgan pasportidagi ismi sharifiga e'tibor qiling. Karib dengizi qaroqchilari filmini yaxshi bilasiz. Ushbu filmning nomini eshitiboq Jek Chittak yodingizga tushadi. Ammo Jek Chittak ham filmdan foydalanib qolib, Adidas kompaniyasini reklama qilganga o'xshaydi. Yuqorida aytganimizdek, Titanic filmida xatolar juda ham ko'pdir. Yana birini sizlarga namoyish etamiz. Titanic filmida kemaning ikkita maketi bo'lgan. Biri kemaning faqat burni, ikkinchisi uning butun ko'rinishi. Gap shundaki, ular bir xil qilib yasalmagan. O'zingiz e'tibor bering. Avatar filmi hozirgi kunda eng ko'p mablag' yig'gan film hisoblanadi. Afsuski, ushbu filmda ham xatoliklar bordir. Avatar filmidagi ushbu lavhada esa nogironlar aravachasi mo'jizali tarzda paydo bo'lib qoldi. Bilasizmi, qaysi filmni suratga olish eng qiyin? Bu albatta tarixiy filmdir. Hozirgi kunda rivojlanib borgan texnika unga asosan yo'l bermaydi. Tarixiy filmni suratga olish uchun eng qadimgi kerakli anjomlarni topish va hozirgi zamon texnikalarini ko'zdan yashirish kerak. Hozir sizga qadimgi filmda paydo bo'lib qolgan konditsionerni ko'rsatib beramiz. Albatta, e'tiborli tomoshabinlar shunga ham nazar solgan.
Troya filmini bilasizmi? Ushbu filmni bilmagan inson bo'lmasa kerak. Afsuski, ushbu filmda ham xatoliklar bordir. Samolyotlar qadimgi Yunonistonda xuddi o'sha qadimgi davrda uchib ketmoqda. Qo'lini o'zgacha uslub bilan yuqoriga ko'targan qadimgi qahramonimiz soati bilan barchani e'tiborini tortdi. Karib dengizi qaroqchilari filmida ham xatoliklar bir talaydir. Qaroqchi Jekning to'dasida o'ta zamonaviy qaroqchilar ham bo'lganga o'xshaydi. Shoh Sulaymon mulozimlari esa zamonaviy avtomobillarda harakatlanganga o'xshaydi. Qadimgi suvoriy esa orqasida radio antennalar borligini hatto xayoliga ham keltirmagan. Ehtimol, mobil aloqani yaxshilash uchun hududlariga radio antennalar ham o'rnatgandir. Shu o'rinda dunyoga mashhur filmlarimizda qanchalik xatolar ko'pligi haqida ma'lumotlar berib o'tishni o'zimizga joiz deb bildik. Masalan, Gladiator filmida 124 ta xatolikka yo'l qo'yilgan. Titanicda esa 187 ta xatolikka yo'l qo'yilgan. Ulardan eng qiziqlarini sizlarga taqdim etamiz. Kemaning old qismi suvga botayotgan mahalda chol bilan kampir yotoqxonada qo'lini qo'liga berib hayot bilan vidolashyapti. Hatto tomoshabin joyingiz jannatdan bo'lsin deb qo'yadi. Lekin biroz vaqtdan keyin o'sha marhumalar qayiqlarga minayotgan bo'lishadi. Hayot baribir shirin ekanda. Yoki bu rejissyorning xatosimi? Jek va uning do'sti kemaning oldida suzib borayotgan delfinlarni tomosha qilib borishadi. Lekin bitta muammo, ikki tomoni oq bo'lgan bu delfinlar faqatgina Tinch okeanida uchraydi. Atlantika okeaniga qandoq kelib qolishdi ekan, hayron qolasan. Rosening yoshligini jonlantirgan aktrisaning ko'zlari yashil, lekin uning keksaygan paytini jonlantirgan kampirning ko'zlari esa moviy. Tavba, odam qarigandan so'ng ko'zining rangi ham o'zgarar ekanda. Rose Jekka o'zining portretini chizgani uchun Rozetning surati tushirilgan 10 sent beradi. Aslida bunday tangalar 1946-yildan so'ng ishlab chiqarilgan. Matrica filmida ham 149 ta xatolikka yo'l qo'yilgan. Troya filmi ham xatoliklardan mustasno emas. Troya qiroli Axilning chodiriga kirib ketgan bir mahalda tashqarida yomg'ir yog'ayotgan bo'ladi. Shu payt birdan kutilmagan voqea sodir bo'ladi. Film ijodkorlaridan birining soyasi chodirga tushadi va asta-sekin yo'qoladi. Antik davrda Yunon askarlarining hech birida maylov bo'lmagan. Lekin Troya urushida qatnashgan jangchilar bu udumga o'sha davrdanoq bo'ysunishgani qiziq. Gektor Troya urushi boshlanganini xaloyiqqa xabar berayotgan paytda yashasin nidolari eshitiladi. Biroq odamlarga qarasangiz, og'zilari qimirlamasdan kuzatayotganligini ko'rasiz. Fonogramma o'sha paytda ham bo'lganmi? Bitta lavhada quyosh g'arbdan chiqadi. Astag'firulloh. Troyaliklar qochayotgan mahalda lamalarni ko'ramiz. Lekin lamalar faqat Lotin Amerikasida uchraydi-ku. Yoki Troya yaqinida hayvonot bog'i bormikin? Xullas, har to'kisda bir ayb deganlaridek, biz sevgan filmlarimizda ham xatoliklar ko'pdir. Hozircha shular. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun muhimdir. E'tiboringiz uchun rahmat.